Quyidagi misolni ko'rib ketamiz. N'ning n natural sonining mingdan kichik nechta natural qiymati bor degan savol. Demak, bu ancha ko'rinishiga nisbatan sal murakkabroq misol. Buni yechish uchun aynan biz bu tenglikning ikkala tomonini 2 sinus 0.5 gradusga ko'paytiramiz. Shunda mana bunday vaziyat paydo bo'ladi. 2 sinus 0.5 gradus sinus 1 gradus plus 2 sinus 0.5 gradus sinus 2 gradus. Sinus 2 gradus va 2 sinus 0.5 gradus sinus 3 gradus va hokazo. Eng oxirida ham 2 sinus 0.5 gradus sinus n gradus teng 0. Endi har birini, bu yerdagi har bir ko'paytmadan yig'indiga o'tish formulasiga qo'yib olamiz. Shunda ikkilar qisqaradigan bo'lsa, kosinuslar ayirmasi 0.5 gradus minus kosinuslar yig'indisi kosinus 1,5 gradus. Demak, birinchi ko'paytmani mana shunday yozish mumkin. Keyingisida ham kosinuslar ayirmasi 1,5 gradus, kosinuslar yig'indisi kosinus 2,5 gradus. Undan keyingisi kosinus 2,5 gradus minus kosinus 3,5 gradus va hokazo. Eng oxirgini ham kosinus n minus 0.5 gradus minus kosinus n plus 0.5 gradus yozish mumkin. Bu qavslarni ochganimizda qisqarib ketadiganlar bor, albatta kosinus 1,5, 2,5lar, 3,5 ham bu yerda qolmaydi. Bizda qoladigan ifoda kosinus 0.5 gradus minus kosinus n plus 0.5 gradus teng 0. Buni endi yana ayirmadan ko'paytmaga o'tish formulasiga qo'yamiz. Minus 2 karra sinus birinchi marta ayirib 2 ga bo'lsak n taqsim 2, qo'shib 2 ga bo'lsak n plus 1 taqsim 2. Har birini 0 ga tenglashtiramiz. Sinus n taqsim 2 teng 0 va sinus n plus 1 taqsim 2 teng 0. N taqsim 2 teng pi k, n teng 2 pi k, ya'ni 360 gradus ko'paytiruv k. Bu yerda ham n plus 1 taqsim 2 teng pi m deylik. N ni hisoblab topadigan bo'lsak 2 pi m minus 1 yoki 360 m minus 1. Ikkita qiymat kelib chiqdi bizda. N ni topishimiz uchun birinchisida k ga 1 ni bersak n teng 360, k ga 2 ni beradigan bo'lsak n teng 720, 3 ni bersak 1000 dan oshib ketadi. Bu yerda m ga 1 ni beradigan bo'lsak n teng 359, m ga 2 ni beradigan bo'lsak n teng 719. Demak, n ning 4 ta qiymati bor ekan. 359, 360, demak 719, 720 jami 4 ta ekan.